Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, Samarqandda yana bir navbatdagi obyektga kelganman. Taylovda bizlar bu yerda akamizning fasad qismlariga polsha klinkerlari terilyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ikki xil rangimiz kombinatsiya bo'lyapti. Qizil va korishniy. Qizilimiz ham obishni qizil emas. Ichiga qora atsinkasi bor. Bunday sezakar quyosh ko'zi bilinadi. Fasad qismi mana shu shkaturkali devorlarga kafenlikli bilan teriladi bu narsalar. Hozir men yana yaqinroqdan ko'rsataman. Iloji bo'lsa, tagini shkaturkasini juda ham chiroyli tekst qilib qo'ygan bo'lsa, yanada ham chiroyli chiqadi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana kafenliklar. Mana bunaqa krestiklarga 05 krestik teriladi. Bu esa mana bu ichidagi zazorlari esa polni zatirka bo'ladi hali. Yoki qora yoki oq, endi klientni xohishiga qarab orasi zatirka bo'ladi. Bu asosiy joylarga shunaqa qizil bo'lyapti. Tumbalar, kolonalar esa polni mana shunaqa korishniysi bilan terilyapti. Mana arkalarni ham bolalar qo'ldan kelguncha chiroyli qilib chiqarishyapti. Sal ish sложный, lekin bolalar uddalyapti. Xo'p, plitkalarimizning hozirgi kundagi 1 kvadrat metri 260 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Usto haqqi esa Zafar aka nech puldan teryapsizlar kvadratini? 150 mingdan. Usto haqqi hozirgi kunda 150 mingdan teryapti bolalar. Mana shu kvadratini. Xo'p, terishiga mana shunaqa kafenliklar bilan teriladi, keyin zatirka qilinadi. Hammasi mana shu summani ichiga bo'ladi. Zatirkasi bilan birga. Obyekt juda ham chiroyli chiqyapti. Hali buni zatirkasi bo'lgandan keyin yana ancha vidi boshqacha bo'ladi. Tozalanadi, yuviladi, zatirkalar qilinadi. Plitkamizning garantiyasi 70-80 yil. Xullas, bu rangi ham o'zgarmaydi, sifati ham buzilmaydi. Polshaning eng zo'r firmalaridan birini plitkasini olib kelganmiz. Ranglari, assortimenti har xil bor. Pastda raqam qo'yaman, shu pastdagi raqam orqali bizlarga yozsangiz agar Telegram, WhatsAppimizga sizlarga kataloglarni tashlab beramiz plitkalarimizni. O'sha kataloglar orqali ranglarni, tekstura, fakturalarini tanlab, fasadlaringiz bo'lsa, mana shundan qilsalaringiz agar bir marta qilasizlar, xullas bu fasadni umrbod qoladigan narsa. Har 3 yil, 4 yilga fasad almashtirmaysizlar. Mustahkam baquvvat bo'ladigan narsa. Keyin ko'pchilik bizlarga savol beradi, aka mana shunaqa plitka tersa tushib ketadi deydi. O'sha tushib ketmasligini hozir sababini aytaman. Mana shu tergandan keyin обязательно buni zatirkasini qilish kerak. Negaki ertaga bu fasad qor yomg'ir orqasiga o'tgandan keyin o'sha kafenlik klinik kuchini yo'qotgandan keyin, yaxlagandan keyin, muzlagandan keyin mana plitkalarini tashlatadi-da. O'shuning uchun ko'pchilik buni zatirkasini qilmaydi. Mana bu zatirkani qilgandan keyin atrofini polni plitkani zatirka qilib olgandan keyin plitka hech qayerga tushib ketmaydi. O'shuning uchun nimaga terilsa talabga javob beradigan darajada terib zatirkani qilsa agar plitka hech qayerga tushib ketmaydi, xudo xolasa. Xo'p, azizlar, kimga mana shunaqa plitkalarimiz, xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Brick House bilan bog'lansalaringiz agar chiroyli qilib sizlarning fasadlaringizni ham shunaqa qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, yangi videolar, mana shunaqa plitkalarimiz haqida ma'lumotlar bizning kanalga bo'ladi. Videoga albatta bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.